Yuqorqi rasm oshqozon, undan keyin 12 barmoq uchay tutishidi degan tushuntirish. Undan keyin sol tarafdagi ranglik qizg'ish rang jigar bo'ladi. Uning yanidagisi o't bo'ladi. Hamda men burun eng ko'p qilgan operatsiyalarning birisi o't da tosh turib qolgan ahvollar bek ko'p. Tosh turgan kasallarning operatsiyasini bek ko'p qilgan. Ameliyatda hamda burun qo'saqni yerib pichoq bilan yerib qilatdik. Keyin taraqqiyotga erishib teshib qilgan bo'ldik. Haqiqatan vatanda o't tosh turib qolgan tosh kesili bek ko'p. Bir kunda hatta 5-6 kasalni qilgan vaqtlarimiz bor. Surutimi nihoyatda tez. Ba'zilarniki ko'z qarashi xato ko'z qarashlar bo'ladi ekan. Qo'saqni yerib qilsa, o'tni ko'rib, qo'l bilan ilib qiladi ekan. Tashgandan keyin tashsa faqatlam toshlam tushiradi ekan degan ahvollarni angladim. Amaliyotda undaq emas. Tashgandan keyinmi shu o'tni kesib, o'tni butunlay ilib, undan keyin shu oila taobatiga beramiz. Ondan keyin bu o'ti toshtirishniki har xil sabablar bo'ladi ekan. Burun ham ayollarda ko'p bo'ldi ekan, istatistiklarda keyin erlarda ko'p bo'lgan bo'lib ketibdi. Bu hamda sharoitga munosabatli yemak-ichmak, suv deymiz. Undan keyin har xil ro'y besim, undan keyin ko'p tuqqan ayollarda ko'p bo'ladi ekan. Undan keyin ochiqlanish degandek har xil sabablar bo'ladi ekan. Albatta bir kasalning sababi har xil bo'ladi. Shunlashqa bu tosh deganimiz odatdagi ba'zilar qandoq bo'lgandi deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Bu o't suyuqligi qetib qilishni qetib suyuqlik qatqandan keyin qetib toshdek bo'lib ketadi. Shunlashqa buni o'tki tosh deb ataymiz. Amaliyotda biz kech uxlagan vaqtida bu jigirimiz o't suyuqligi ajratib chiqaradi. O't suyuqligi ajratib chiqqandan keyin 3dan 2 qismi o'tga qo'yiladi ekan, 3dan 1 qismi 12 barmoq uchiga qo'yiladi. Agar siz atigini tomoq yemasangiz, biz atiganlik tomoq nihoyat muhim deymiz. Atigan tomoq yemaganlarniki o't toshtirish ehtimoli nihoyat yuqori bo'ladi ekan. Chunki tomoq yegandan keyin shu 3dan 1 qism o't suyuqligi 12 barmoq uchiga kelgandan keyin tomoq shu suyuqlik bilan birlashib pastga qarab mangadi ekan. Undan keyin o'tmi asta tariyib o't suyuqligini sirtqa chiqaradi ekan. Agar tomoq yemasangiz, bu o't suyuqligi uzoq mezgil turgandan keyin asta-asta quyuqlashib, qetib o't tosh bo'lish ehtimoli nihoyat yuqori bo'ladi ekan. Ondan keyin oshqozonga kelsak, bu oshqozonning operatsiyalarini qilgandik ayni vaqtlarda. Bu oshqozonmi nihoyatda deymiz. Oshqozon haqiqatan aldirab bir cho'ng kasallar bo'lmaydi deb o'ylasak bo'ladi bir hisobda. Nima uchun degan chaqda bu oshqozonning atrofida nihoyatda mukammal muskullar bilan qoplab turadi. Shunlashqa neyro xarakterlik oshqozon kasallari ko'p. Nima uchun degan chaqda bizniki butun badanimizni neyro kontrol qilib turg'ashqa bir ishlar ta'sir qilsa, ishtimiz tutilib oshqozonimiz og'rigandek bo'ladi. Butunlay shu oshqozonniki cho'ng masalasi emas. Amaliyotda shu ro'y besimniki manbasi shu ro'y besim degan gap. Undan keyin bek cho'ng kasal bo'lib, masalan oshqozonda hamda o'sma yoki bo'lmasa cho'ngaroq kasal bo'lsa, buning oshqozonni asosan kesadigan ishlar bo'ladi. 3dan 2 qismi, hatto 4dan 3 qismini kesadigan ishlar bo'ladi. Shunlashqa kesib o'tgandan keyin 12 barmoq bilan ulaymiz. 12 barmoq bilan ulagandan kichik kuchay bilan ulaymiz. Kichik kuchay bilan ulagandan keyin kichik kuchay asta-asta moslashib shu oshqozonning rolini o'tashga qarab mangadi. Undaq kasalnimi men ayni vaqtida shu operatsiyasiga qatnashgan. Bu cho'ng operatsiya kirdi. Albatta 4 odam, 5 odam qilamiz bu operatsiyani. Shu pichoqliq bir odamniki shu operatsiyada qatnashib shunday esimda bor. Shu odam 3dan 2 qismini kesib o'tgan to'q. Undan keyin balnisdan chiqib, yarim yildan keyin kapto shundaq ro'y kayfiyatlari yaxshi, oshqozonlar shunday yaxshi bo'libdi. Shunday xo'shal, rahmat aytish nimasida kapto. Men shunday xo'sh bo'lib ketgandim. Undan keyin jigarga kelsak, jigarnikimi qopli qurt
ko'pincha anglagansizlar qopli qurt pek bo'ladi jigarda. Jigarni odatda Yaponning materiallarida mening ko'rishimcha bir cho'ng ishlab chiqarish zavodi o'xshatadi badanning ichidagi. Roli nihoyat cho'ng, qon aylanish nihoyat mo'l bir a'zo. Shunlashqa bu jigarni hamda kasal bo'lib, rak bo'lib, masalan, yomon xarakterlik, yaxshi xarakterlik bo'lsa-mu, ba'zida operatsiya qilsa-mu, buning ko'pincha qismini kesib-mu, uysidigan a'zo. Menda bu material bor. Agar buniki ko'pincha holda shu ko'p qismini kesib keyin 6 oy ichida o'z asliga kelib xizmat tushib ketgan bir yaponlikning misoli DVDsi bor. Shunlashqa bu jigarning nihoyat usish nimasi nihoyat kuchli bo'ladi ekan, chunki qon aylanish mo'l bo'lg'achqa. Undan keyin qopli qurtni deb o'tdim. Qopli qurtmi Uyg'urlardimi bak ko'p bo'ladi ekan. Ayni vaqtida bakchiq operatsiyasini qilgandik bunikimi. Bu qopli qurtni bir hisobda hamda mundaq aytgan chog'da eski xarakterlik kasal emas, ammo buni operatsiya qilsa-mu bir tamam suyuqligi tushib ketsa, shundoq ehtiyot bilan qilamiz. Ammo shu davomli qo'zg'alib turadigan kasal ekan-ku bu. Shunlashqa qopli qurtniki, u qopli qurtni o'z ko'zinglar ko'rsanglar hayron qolsanglar, haqiqatan bir xil chiroyli bo'ladi ekan bu qurt. Xuddi marjondek, oq marjon deymizmi? Uning shakli kichik bo'ladi ekan, cho'ng bo'ladi ekan, har xil bo'ladi ekan. Shunga bu operatsiyalarni ko'p qildik. Albatta jigardimi bo'ladi ekan, o'pkadimi bo'ladi ekan. O'pkiniki qopli qurt operatsiyalariga qatnashgandim. Hamda bu amaliy misollarni deb bersam, bu qopli qurtni 7 qatim operatsiya qilgan bir Xitoy bor. 3 yoshdan tortib qilibdi ekan. 21-22 yoshida bizning yanimizga kelibdi. Qusug'ini qarsak, shundoq pichoq izi shunchalik ko'pda hamda. Demakchi, hamda bu qopli qurt eski xarakter emas, ammo davomli qo'zg'alib turadigan bir kasal ekan bu. Shunga ham yana bir misolni desam, bir vatandagi universitetda o'qigan bir qiz bola kelganda qusug'i shundoq yo'g'onlab ketibdi, qilsak, shu bechoq qilib ko'rsak, haqiqatan qopli qurtga buni operatsiya qildik. 6 kilo chiqdi. Jingladik uni jing'isab. U qiz bola shundoq o'ri qiz ekan, biroq qursuq shunchalik yo'g'anda, shunga ham shundoq har xil kasallar bo'ladi ekan, shu misollarni deb o'yladim.